Lasetti puliga 38 ming yurgan 22-yil jendira qo'ysan nima deysiz? Yig'lab orasizmi deyapti, bittasi chiqib ko'rdim yaqin. Lekin bu 38 ming yurgan 2022-yil realni narxda aytamiz. Amerikanga optira tonirovka ruxsatnoma, 4 yumshoq yangi balon 38 ming yurgan injektor metanmi propanmi bor. Holati injiq turibdi. Chexol zavodskiy ko'vrigi bor. Holati yaxshi, mashina chiqana rasvot, pioner magnitofon qo'yilgan. Tiniq holatda olasan, minasan, 4 ta balon ustiga obuna bo'lasan degan joyiga kelib qoldik o'zi. Xo'p. Qarang, 100 tali metan zapaskasi o'rnida. Holat yaxshi, mashina hech qanaqa rasvot yo'q. Olasiz, minasiz. Tayyor mashina. 38 ming yuribdi. 2022. 1.5 motori gidravlik ABS, konditsioner, injektor metani, zax akkumulyator. Holati yaxshi, hech qanaqa rasvot yo'q. 2022 38 ming yurgan kraskasi toza, narxi aytyapti 12.800 dollar bersin deyapti. Menib ketaversin shaharda mashinasi deyapti. Farg'ona shahar turibdi. Like bosing, yangi kanalga obuna bo'lib qo'ying, siz bir so'kmaydi. Pul so'rasa menga aytasiz, pulni beraman men.